Yarim tayyor sokil mahsulotlarimizni xudo xohlasa 8-kuni, 7-kunda oq tayyormanglar, sabab kecha vaqtim bo'lmay chiqqani. Xudo xohlasa ko'rishingiz mumkin. O'ralgan. Mana bu stoykalar tarnovdiki emas, bu mana bu navestika ko'rishingiz mumkin. Bu ichida qoladi, xohlasa ham, xohlamasa ham. Qilingan ishlardan ancha ko'p ishlar bo'lgan. Xudo xohlasa ko'rishingiz mumkin. Endi hovlimiz bardak degan bo'laveradi. Xudo xohlasa pollarga tushkundir. Bular ancha yo'qotiladi. Sokil bitkundir ham yo'qoladi. Hovlimiz ponni zinalar noldan qo'yilayotgani uchun juda ham ko'plab loy vaqt olyapti, ko'rishingiz mumkin. Noldan bo'ladi, xudo xohlasa. Men aytdim, ancha qo'lda tushgan joylar bor. Sabab aytdim, ancha noldan chiqadi. Ko'rishingiz mumkin, mana bu zina ham noldan chiqyapti va loy juda ham ko'payapti. Lekin 8-kun holatiga zo'r, xudo xohlasa. Ancha tikka qilib qo'yishibdi. Choklar, sifatlar unutilmagan holatda, xudo xohlasa ko'rishingiz mumkin. Bu tarafda zinamiz ham tikka bo'lib, loylari o'zi yuzasiga kafil urishga tayyor bo'libdi. Xudo xohlasa ideal, alhamdulillah. 8-kun uchun zo'r natija. Bu taraf ham aytyapti, xudo xohlasa ertadan qopqoqqa tushishni boshlaydi inshaalloh. Kimga shunday sifatli ishlar kerak bo'lsa, sifatli ustalar, sifatli mahsulotlar, mana shunday yarim tayyor mahsulotlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar. Pastda nomerimni qoldirib ketaman. Xudo xohlasa necha kunda bitar ekan? Bugun 8-kun.